topgan oyligini qaynanasiga berish kerakmi? Ha? Berish kerak, ha? Nega? Qaynana qilgandagi o'g'ilni berib qo'ygandagi qaynani boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Nimaga boqmaydi? Keling. Qizlar, mavzudan uzoqlashmaymiz, mayli. Bugun borib qaynonamning peshonalaridan cho'lpilatib o'pib qo'yaman to'g'risi. Qaranglar qizlar, bizga qanaqangi chiroyli dvoykalarimiz keldi. Bizga sportivniy, har xil dvoykalar kelardi, lekin paltoli dvoykalar hali kelmaganda. Shunaqangi kalta polo palto va yubochkali bo'lgan dvoykalarimiz sotuvda. Narxi вообще dahshat. 345 ming qizlar. Bu pulga boshqa do'konlar bitta shim yubka beryapti. Biz sizlarga mana shunaqa qalingini, isqini paltoli dvoyka beramiz. Paltosi va yubkasi bor. Qaranglar. Seriyaga bordoviy. Shunaqa bordoviyga seri, jigarrangga bejvoy va temno siniyga shunaqangi seri bo'lgan rasvetkalardan bor va albatta ustimdagi havorangga bejvoydan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Paltolarning kachествоsi zo'r, ichlari astarli, orqani yopadi. Bemalol alohida boshqa narsalar bilan kiyishinglar mumkin. Ulgurib